Assalomu alaykum. Yo, va alaykum assalom. Tuzamisiz? Yaxshi, rahmat. Amaki mana uni uyda o'ylab berib yuborishadi. Ha, tushunmadim. To'ydan oldin qudamga nima degandim? To'ydan keyin ovqat jo'natmanglar dedim, xo'p bo'ladi deyishgandi. Nima jo'natib yuborishdi yana? Endi urf-odatimiz, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar, tanishlar nima deydi deb berib yuborishdi amaki. Nima desa desin, bu uyda erkakni gapi gap, ayoldiki bas. Uyga boringda boshqa jo'natmaymiz ekan deb aytib qo'ying. Bo'pti, bu safar olib qoling, boshqa olib kelmaymiz. Ha, bo'pti. Boshqa olib kelmang. Tushunarlimi? Shu oxirgisi bo'lsin. Ha. Alo. Ali bobo norinmidi? Ha aka, Ali bobo KFC nima xizmat? Ha, 1 kilo sirli KFCdan, 2 kilo oddiy KFCdan, 4 kilo norin solib turasiz, olib ketaman. Chiroyli qilib ura berasa, Xudolar akaga edi. Ha, qudalargami? Bo'ldi aka, chiroylab solib turamiz kelishingizga. Kelaverasiz. Boryapman hozir. Aka, ha? U aka, ha. 6 ta patr berib yuborasiz. Bo'ladi hozir. Assalomu alaykum. 4 dan zakaz aytadim, tayyor bo'ldimi? Aha aka, 4-7danmi? Albatta, mana aka. Sirli KFC'liz. Buni habeshli KFC, buni norinlarimiz aka. Aka, rahmat. Aka kelib turavering. Mana uyingizkamiz. Shahar ichida stavkamiz bepul. Bo'ldi, hop. Rahmat. Ilhom qilaveradilar. Xo'p, rahmat. Hozir. Men sizga kecha nima dedim? Narsa ko'tarib kelmang dedimmi? Yana nimaga ko'tarib keldingiz? Amaki, uydagilar azolat bo'lishyapti. Olib bor deyishgan uchun olib kelardim. Kelin. Kelin. Labbi dadajon. Chiqing, qarab oling. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Chiqing bu yerga. Mana singlingiz 40 kun uyingizga olib ketib, boqib, keyin olib kelin, tushundingizmi? Aka, yana nimaga ovqat olib keldingiz? O'zi kecha ovqat olib kelganingizga uydagilar rosa joylashgandi. Ha, ayam dadamlar olib bor deyishyapti-da, men ham nima qilay? Ya odamlar nima deydi? Singlisini uzatib, orqasidan ovqat olib bormayapti deydi. Men ham uylanganimda Xudo taraf 40 kun ovqat tashlagan. Bizning odatimiz bu. Yo, aka olib ketavering. Hozir yana gap eshitaman uydagilardan. Sen yaxshi ko'rgan Ali bobodan KFC bilan norindan olib keldim. Olib qolaver. Yo, aka, uyga borganda olib berasiz. Hozir olib ketavering. Men kirib ketaveray, mayli. Odamlar nima deydi endi?